Men senga necha marta aytgandim, telefonimni tiklama deb. Ha endi, bilasiz-ku, sizni rosa sevaman. Yana bitta yarimta qiz yozib qo'ymadimikin deb. Ber bu yoqqa, qanaqa qiz yozadi? Menga qara, yana bir marta tiklasang, yomon qilaman, tushundingmi? O'zimdan so'rasang ochib beraman, xohlagan narsani qaragin. Qizlar bilan yozishganlaringizni o'chirib keyin berasizmi? Unda kerak emas. Kerak emas bo'lsa o'zing bilasan. Qayoqdagi gaplarni gapiradi-ya. Menimcha hali erimga xabar yubormagan. Nimani kutishyapti bular, a? O'zim aytishim nima, a? Nima qilsam bo'larkan, a? Ular meni nozik joyimdan urdi-ku, a? Hay yaramaslar. Urushmasdan, baqirmasdan meni yengmoqchi bo'lyapti, a? Shoshmay turlaring. Men ham senlarni hali nog'irimga o'ynataman. Ifloslar. Opa, o'tiring. Boshim aylanib ketdi. Kelmayapti-yu, ko'ryapsan-u? Yuragim chiqib ketyapti, nimaga mashinani berib yubordim. Bir qarasang otasi muammo qiladi, bir qarasang bolasi. O'g'lingizni o'z holiga qo'ying, opa. Kap-katta bola bo'lsa. Ana uni nima qilamiz? Pochchamga yuboramizmi? U meni eshitmayapti. Sen nimani kutganding? Qaytishing bilan bag'ringga otilishinimi? Men ham o'sha olovman. Sekin yonib bir alanga olsam, keyin chidolmay qoladi. Valanikida Lena bilan ish qilyapsan. Vala direktor, Lena zam direktor, sen esa qorovul. Erini